Xo'sh, 25-chi masalani yechim qilamiz. O'zgaruvchan tok manbaiga induktivligi 25 Henri bo'lgan g'altak ulangan. Agar zanjirdagi tok mana shu qonun bilan o'zgarsa, g'altak uchlaridagi kuchlanish qanday qonun bilan o'zgarishini toping. Xo'sh, buni qanday ishlaymiz endi? Induktiv g'altak magnit oqimi B S kosinus alfa. O'zgarish kiritamiz fi BS maksimal qiymat kosinus omega t deyman. Kosinus omega t deyman. Chunki alfani omega t ga o'zgartirsa bo'ladi. Endi o'z induksiya iuka minus delta fi taqsim t. Xo'sh, shundaymi? Shunday. Bizda qoida bor. O'z induksiya iuka manfiy magnit oqimidan bitta hosila. G'altak uchlaridagi kuchlanish magnit oqimining o'zidan bitta hosila. Shunday joyi bor. Agar iukani so'rasa, mana bu manfiyni hisobga olamiz. Kuchlanish so'ralsa, manfiyni hisobga olmaymiz. Shunday joyi bor. Endi magnit oqimidan hosila olsak, mana bundan xo'sh, hosila oladigan bo'lsak, xo'sh, bizda Li degan formulasi ham bor. Magnit oqimining Li. Magnit oqimining Li degan formulasi ham bor. Xo'sh, Li. Magnit oqimini shunaqa formulasi bor. Shundan bitta hosila deganda. Lni chiqarib olamiz o'zgarmasdan, i'dan bitta hosila. I'ni bergan. U teng L chiqarib olamiz. I mana tok kuchining o'zgarishi. Xo'sh, kosinus hosilasi minus bo'lib ketadi. Oldiga minus chiqadi. 4 100 pi ham chiqadi. Kosinus hosilasi sinus qovusda 100 pi t bo'ladi. Mana shunday. Endi kuchlanish manfiy. Limiz 25 milli Henri bo'lyapti. 25 milli degani minus 3 4 ko'paytirilgan 100 pi sinus 100 pi t. U teng mana 25 bilan bu 100 bilan 3 dan 0 ketib qolsa minus 10 pi sinus 100 pi t bo'ladi. Buni o'zgartirsa bo'ladi bunga. Xo'sh, ikkinchi chorak kuchlanish. Buni oldi manfiy bo'lyapti. U teng 10 pi kosinus pi taqsim 2 qo'shilgan 100 pi t desa bo'ladi. Nimaga? Pi taqsim 2 da kosinus sinusga aylanadi. Pi taqsim 2 da kosinus sinusga aylanadi va kosinus ikkinchi chorakda manfiy. Plus minus plus. Ikkinchi chorakda manfiy. Ikkinchi chorakda manfiy bo'lsa minusga aylanib ketadi. Kosinus ikkinchi chorakda manfiy, oldiga manfiy ishora chiqadi. Shuning uchun nomi o'zgaradi. Bu javobimiz D variant bo'ladi bunga. Mana shunday D variant olsak to'g'ri keladi. Xo'sh, nima ish qildik? Endi mana bu narsa bizga kerak emas ekan. Bu narsa kerak emas. Buni bilishimiz kerak. Mana bu formula kuchlanishga teng bo'ladi magnit oqimidan bitta hosila. Magnit oqimi Li. L o'zgarmasdan tashqariga chiqadi. I o'zgaruvchan vaqt bo'yicha i'dan bitta hosila oldik. Xo'sh, kosinus bo'lgani uchun minus bo'lib ketdi va D javobimizga to'g'ri kelyapti. Endi 26. Mana shuni joulga aylantiring deyapti bizga. Qanday aylantiramiz? Kattalashtirib olsak shu joyini. Demak, 6 10 darajasida 4 gram deganimiz 10 darajasida minus 3 kilogram. Santimetr kvadrat 10 darajasida minus 4 metr kvadrat taqsim sekund kvadrat bo'ladi. 4 0 ketib qolsa, mana bu 0,006 kilogram metr kvadrat sekund kvadrat bo'ladi. Bu 0,006 joulni bildiradi. Chunki kilogram metr taqsim sekund kvadrat joul ish birligi.
Xo'sh, C javobni olamiz bu masalaga.